Bugun men siz bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. 9.23 sonli qonun deb muhokama qilinayotgan yangi tartib pensiyaga chiqadigan odamlarni haqiqatan ham pensiyasiz qoldiradimi? Kim xavf ostida? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, bugundan boshlab nimalarni tekshirib qo'yish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, hozir o'tib dartim exim yoshda ishlayotgan har bir odamga tegishli. Chunki pensiya masalasi bir kunda paydo bo'lmaydi. U 20-30 yil davomida yig'iladigan huquqdir. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun ko'pchilik bilmaydigan eng nozik joylarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Odamlar orasida yangi qonun chiqibdi. Endi ko'pchilik pensiya olmay qolar ekan degan gaplar yuribdi. Bunday gaplar bekordan bekorga chiqmaydi. Sababi pensiya tizimida eng asosiy mezonlardan biri doimiy ravishda hujjat bilan tasdiqlangan ish staji. Rasmiy daromad va jamg'arib borilgan badallar hisoblanadi. Ya'ni odam men 30 yil ishlaganman desa-yu, lekin uning mehnat daftarchasida elektron mehnat tizimida soliq yoki ijtimoiy badal ma'lumotlarida bu ko'rinmasa, davlat organi og'zaki gapga qarab pensiya tayinlay olmaydi. Oldin ko'pchilikning fikri shunday edi. Bir joyda ishladim, direktor biladi, qo'shnilar biladi, o'zim bilaman, demak stajim bor. Ammo amaliyotda pensiya tayinlashda kim biladi? Emas, hujjat bormi degan savol birinchi o'ringa chiqadi. Endi esa tartiblar tobora elektronlashyapti. Mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shash buyrug'i, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, soliq va ijtimoiy to'lovlar elektron bazalarda ko'rinishi kerak. Mana shu joyda ko'pchilik uchun xavf paydo bo'ladi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, oldindan ogohlantirish uchun aytyapman. Chunki bugun tekshirib tuzatish mumkin bo'lgan xatoni pensiya yoshiga yetgandan keyin tuzatish juda qiyin bo'ladi. Ayniqsa korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxiv yo'qolgan bo'lsa, rahbarlar almashgan bo'lsa, odamning qo'lida na shartnoma, na buyruq, na ish haqi haqida ma'lumotnoma bo'lsa, muammo kattalashadi. Oldingi yillarda pensiya masalasida qog'oz hujjatlar juda katta rol o'ynagan. Mehnat daftarchasi bor edi. Unga ishga kirgan sana, lavozim ishdan bo'shagan sana yozilardi. Ko'p odamlar shu daftarchani asosiy hujjat deb bilgan. Lekin mehnat daftarchasi hamma holatda ham yetarli bo'lmagan. Masalan, unda yozuv bor, lekin muhr noto'g'ri, buyruq raqami ko'rsatilmagan, tashkilot nomi chalkash yoki ish beruvchi faoliyati umuman tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha hujjat talab qilishi mumkin. Endi esa tizim elektronlashgani sari qog'ozdagi yozuv bilan bazadagi ma'lumot mos kelishi muhim bo'lib qolyapti. Ish beruvchi sizni rasmiy ishga olganmi? Mehnat shartnomasi ro'yxatdan o'tganmi? Ish haqi sizning nomingizdan hisoblanganmi? Tegishli to'lovlar amalga oshirilganmi? Bularning barchasi ahamiyatli. Ya'ni odam ishga har kuni borib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, pensiya hisobida bu davr umuman ko'rinmasligi mumkin. Eng katta o'zgarish mana shu norasmiy mehnat endi odamning o'ziga zarar bo'lib qaytadi. Avval ko'pchilik rasmiy ishlasam soliq ushlanadi. Konvertda olsam ko'proq pul olaman deb o'ylagan. Bugun esa o'sha konvertdagi irgib 2 million so'm ortiqcha pul ertaga 10-15 yil staj yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Pensiya tizimida esa staj yo'qolsa, pensiya miqdori kamayadi yoki ayrim holatlarda umuman mehnat pensiyasi olish huquqi paydo bo'lmaydi. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xavfli guruhlarni alohida tushuntiraman. Birinchi guruh norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam 2010 yildan 2024 yilgacha qurishda ishlagan, ustachilik qilgan, do'konda sotuvchi bo'lgan, kafeda oshpaz bo'lgan, lekin biror joyda rasmiy shartnomasi bo'lmagan. U o'zi uchun 1 yil ishladim deb hisoblaydi. Lekin pensiya organi uchun bu 1 yil ko'rinmasligi mumkin. Agar u davrda ijtimoiy soliq yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'lmagan bo'lsa, bu staj sifatida qabul qilinmasligi ehtimoli yuqori. Ikkinchi guruh ish beruvchi rasmiylashtirmagan xodimlar. Masalan, Gulchehra opa 22 yil tikuvchilik seksida ishlagan. Har oy maosh olgan, hatto bayramlarda mukofot ham berilgan. Lekin sex egasi keyinroq rasmiylashtiramiz deb yuravergan. Pensiya yoshiga yaqinlashganda Gulchehra opa bo'lsa, elektron bazada faqat oxirgi 3 yil ko'rinadi. Qolgan 4 yil bo'yicha na shartnoma, na buyruq, na ish haqi qaydnomasi bor. Mana shu yerda odam men axir ishlaganman-ku deb kuyinadi, lekin organ hujjatsiz staj qo'sha olmaydi.
Uchinchi guruh mavsumiy va kunlik ishchilar, dehqonchilik, qurilish, bozor, yuk tashish, uy ta'miri, chorvachilik, oilaviy ishlab chiqarish kabi sohalarda ko'pchilik yillar davomida ishlaydi, lekin o'zini ishchi deb emas, yordamchi, ustaning shogirdi, kunbaychi deb biladi. Bu odamlar real mehnat qiladi, lekin pensiya tizimida ko'rinmaydi. Agar bugun 45 yoshli erkak 20 yildan beri norasmiy qurilishda yurgan bo'lsa, u hali vaqt bor deb o'ylamasligi kerak. Chunki 60 yoshga borganda uning rasmiy staji 5-6 yil chiqib qolsa, muammo juda jiddiy bo'ladi. 4-guruh xorijda ishlagan mehnat migrantlari. Masalan, odam 15 yil Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa, xalqaro kelishuvlar, hujjatlar, badallar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin norasmiy ishlagan bo'lsa, O'zbekistondagi pensiya hisobida bu davr avtomatik qo'shilib qolmaydi. Men chet elda ishlab oila boqqanman degan gap insoniy jihatdan to'g'ri, lekin pensiya tayinlashda rasmiy hujjat kerak bo'ladi. 5-guruh yakka tartibda ishlagan, lekin to'lovlarni vaqtida qilmaganlar. Masalan, taksichi, sartarosh, hunarmand, repertor, ustaxona egasi, kichik savdo bilan shug'ullanuvchi shaxs o'zini band qilgan bo'lishi mumkin. Ammo ro'yxatdan o'tmagan yoki ro'yxatdan o'tib ham to'lovlarni muntazam amalga oshirmagan bo'lsa, har bir yil avtomatik stajga aylanmaydi. Bu yerda odam men o'zimni o'zim boqqanman, davlatdan ish so'ramaganman deydi. Lekin pensiya mexanizmi alohida. Staj va to'lovlar hujjatda aks etish kerak. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini ham aytaman. Agar siz davlat tashkilotida yoki yirik xususiy korxonada rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz, maoshingiz bank kartasiga tushsa, ish beruvchi soliq va ijtimoiy to'lovlarni rasmiy ko'rsatsa, elektron mehnat daftarchangizda ish davrlaringiz aks etsa, xavf ancha kam. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Chunki yirik korxonalarda ham texnik xatolar bo'lishi mumkin. Familiya noto'g'ri yozilgan, pasport ma'lumoti yangilanmagan, ishga kirgan sana boshqacha kiritilgan, lavozim nomi noto'g'ri tushgan bo'lishi mumkin. Masalan, Anvar aka 20 yil bir zavodda ishlagan, hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin elektron bazaga qarasa, 2005 yildan 2008 yilgacha bo'lgan davr ko'rinmaydi. Sababi o'sha yillarda korxona qayta tashkil etilgan, yangi nomga o'tgan, ma'lumotlar to'liq ko'chirilmagan. Agar Anvar aka buni men pensiyaga chiqishdan 6 oy oldin bilsa, arxiv izlashga, eski buyrug'ini topishga, ma'lumotnoma olishga vaqt yetmasligi mumkin. Agar bugun bilsa, bemalol to'g'rilatadi. Shuningdek, harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri nogironligi bo'lgan bolaga qarash, ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar qonunchilikda alohida tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin bu yerda ham avtomatik qo'shiladi deb beparvo bo'lish noto'g'ri. Har bir davrning o'z tasdiqlovchi hujjati bo'ladi. Harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomasi, ta'lim muassasasi ma'lumotnomasi, tibbiy yoki ijtimoiy himoya organi hujjati va hokazo. Birinchi misol, 28 yoshli Bahrom aka 30 yil ishlaganman deb hisoblaydi. 10 yil sovxozda ishlagan. Taksi yil xususiy firmada haydovchi bo'lgan. 12 yil bozorda yuk tashigan. Hujjatlarni tekshirganda sovxozdagi 10 yil arxivdan tasdiqlanadi. Xususiy firmadagi takasildan faqat 3 yil rasmiy chiqadi. Bozordagi 12 yil esa umuman ko'rinmaydi. Natijada Bahrom akaning o'zi 30 yil deb yurgan staji hujjatda 12 yil bo'lib qoladi. Bu pensiya miqdoriga juda katta ta'sir qiladi. Ikkinchi misol. 22 yoshli Dilbar opa 20 yil uyda tikuvchilik qilgan. Buyurtma olgan, mahallada hamma tanigan, hatto doimiy mijozlari bor. Lekin ro'yxatdan o'tmagan, o'zini o'zi band qilmagan, to'lov qilmagan. U pensiya yoshiga borganda men ishlaganman deydi. Ammo bu mehnat faoliyati hujjat bilan tasdiqlanmasa, pensiya stajiga kiritish qiyin bo'ladi. Agar Dilbar opa hozir o'zini o'zi band qilsa, faoliyatini rasmiylashtirsa, keyingi yillarni saqlab qoladi. Uchinchi misol, 40 yoshli Jasur aka taksida ishlaydi. Kuniga yaxshi daromad qiladi, lekin rasmiy daromadi yo'q. U pensiyaga hali 20 yil bor deb o'ylaydi. Mana shu eng xavfli fikr. Chunki pensiya uchun 20 yil juda tez o'tadi. Agar Jasur aka bugundan boshlab ro'yxatdan o'tib, tegishli to'lovlarni qilib borsa, 6 yoshga borganda kamida keyingi 20 yil rasmiy ko'rinadi. Agar keyin ko'ramiz desa, 25 yoshda uyg'onib, yo'qolgan yillarni qaytara olmaydi. 4-misol, 59 yoshli Malika opa xususiy bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydi.
Rahbar sizni yarim stavkada rasmiylashtirdik, qolganini naqd beramiz deydi. Malika oyiga naqd million so'm oladi. Lekin hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu nafaqat bugungi kredit, nafaqa, kasallik varaqasi masalasiga, balki kelajak pensiya miqdoriga ham ta'sir qiladi. Rasmiy maosh qancha past ko'rsatilsa, pensiya hisobida ham shuncha zarar ko'rish ehtimoli bor. Bu mavzuda eng ko'p xato qilinadigan joylardan biri shuki, odamlar agar stajim yetmasa, umuman hech narsa olmaymanmi deb qo'rqib ketadi. Bu savolga aniq javob berish uchun holatni alohida ko'rish kerak. Mehnat pensiyasi, yoshga doir pensiya, ijtimoiy nafaqa, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam. Nogironlik nafaqasi kabi tushunchalar bir-biridan farq qiladi. Agar odamda mehnat pensiyasi uchun yetarli staj bo'lmasa, bu umuman davlatdan hech qanday yordam olmaydi degani emas. Lekin mehnat pensiyasi bilan ijtimoiy nafaqaning miqdori, shartlari va huquqiy asosi boshqa bo'ladi. Yana bir nozik masala eski davr staji. Ko'pchilik 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ish joylari bo'yicha hujjat topa olmaydi. Bu davrlarni tiklash mumkin bo'lgan holatlar bor. Masalan, arxiv ma'lumotnomasi, tashkilotning huquqiy vorisi bergan ma'lumot, ish haqi vedomoslari, buyruqlar nusxalari, kasaba uyushmasi yoki boshqa rasmiy hujjatlar yordam berishi mumkin. Lekin oddiy guvohlarning ishlagan degan gaplari har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Sud orqali faktni belgilash masalasi ham ayrim holatlarda ko'riladi. Lekin bu oson, tez va kafolatlangan yo'l emas. Ayollar uchun yana bir muhim jihat bor. Bola parvarishi davrlari. Ko'p onalar men bolalarimni katta qildim, shu yillar stajga kiradimi deb so'rashadi. Qonunchilikda bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin bunda ham chegara tartib va hujjatlar bor. Tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ta'til buyruqlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Ijtimoiy sug'urta ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ayollarga alohida tavsiyam. Bolalarning hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, ishdagi dekret ta'til buyruqlarini albatta saqlang. Yana bir tuzoq, korxona nomi o'zgargan bo'lsa. Masalan, siz Bahor korxonasida ishlagansiz, keyin Bahor servis, undan keyin Bahor guruh bo'lgan. Hujjatlarda bu uzluksizlik ko'rmasa, pensiya organi bu boshqa tashkilotmi yoki o'sha tashkilotning davomchimi deb so'rashi mumkin. Shuning uchun korxona qayta tashkil etilgan bo'lsa, huquqiy vorislik haqidagi ma'lumotlar juda muhim. Yana bir muhim nuqta, familiya. Ism, otasining ismi va tug'ilgan sana. Juda ko'p odamlar pensiya hujjatlarida bitta harf sabab qiynaladi. Masalan, pasportda O'g'iloy, mehnat daftarchasida Ugiloy, diplomda O'giloy, eski buyruqda esa O'giloy yozilgan. Oddiy ko'ringan shu farq hujjatlarni bog'lashda muammo tug'diradi. Ayniqsa ayollar turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar shart bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat stajingizni tekshiring. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumotlarni ko'rishingiz yoki mahallangizdagi mas'ul xodimlardan yo'l yo'riq so'rashingiz mumkin. Maqsad bitta. Sizning rasmiy ish davrlaringiz bazada qanday ko'rinayotganini bilish. Ikkinchi qadam, elektron mehnat daftarchangizni tekshiring. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, tashkilot nomi, lavozim, shartnoma holati to'g'ri kiritilganmi ko'ring. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan yoki rahbaringizdan mehnat shartnomangiz elektron ro'yxatdan o'tganini tasdiqlab berishni so'rang. Keyin qilamiz degan javobga rozi bo'lmang. Sizning kelajak pensiyangiz rahbarning va'dasiga emas, hujjatga bog'liq. Uchinchi qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shash buyrug'i, ish haqi haqida ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomasi, shartnoma nusxasi, plastik kartaga tushgan maosh bo'yicha bank ma'lumotlari, bularning hammasi foydali bo'lishi mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Arizangizda qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniq yozing. 4-qadam, hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, darhol rasmiylashtirishni talab qiling. Ish beruvchiga shunday deb ayting: meni mehnat shartnomasi asosida rasmiy ishga oling. Ish haqimni hujjatda to'g'ri ko'rsating. Tegishli to'lovlarni amalga oshiring. Agar ish beruvchi rad etsa, bandlik organlariga, mehnat inspeksiyasiga
yoki tegishli davlat idoralariga murojaat qilish mumkin. Men bilaman ko'pchilik ishimdan ayrilib qolaman deb qo'rqadi. Lekin 10 yil norasmiy ishlash ham katta xavf. Har bir odam o'z kelajagini o'zi himoya qilishi kerak. 5-qadam o'zini o'zi band qilgan yoki yakka tartibda ishlayotganlar faoliyatini qonuniylashtirsin. Agar siz sartarosh, tikuvchi, ustachi, taksichi, repetitor, hunarmand, uyda xizmat ko'rsatuvchi, kichik savdo qiluvchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish va to'lov tartibini o'rganing. Bu juda murakkab ish emas, lekin kelajakda katta foyda beradi. Siz bugun kichik to'lov qilayotgandek ko'rinasiz, aslida o'zingizga pensiya huquqi yaratib borasiz. 6-qadam, xorijda ishlaganlar hujjatlarini yo'qotmasin. Mehnat shartnomalari, ruxsatnomalar, ish beruvchi ma'lumotnomalari, sug'urta badallari, ish haqi varaqalari, migratsiya kartalari, patent yoki rasmiy ishlash hujjatlari, bularning barchasini alohida papkada saqlang. Agar chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, o'sha davlatdagi ish staji O'zbekistonda qanday hisobga olinishi bo'yicha pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish oling. 7-qadam, barcha hujjatlarni raqamlashtiring. Ya'ni telefoningizda oddiy suratga olib qo'yish bilan cheklanmang. Skaner qiling yoki sifatli rasmni oling, alohida papkaga joylang, bulutli xotirada yoki fleshkada saqlang. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlar hammasining nusxasi bo'lsin. Chunki qog'oz yonishi, yo'qolishi, yirtilishi mumkin. Nusxa esa kerak bo'lganda sizni qutqaradi. 8-qadam, xatoni ko'rsangiz kutmang. Elektron bazada noto'g'ri sana, noto'g'ri familiya, yo'q davr, chala yozuv bo'lsa, darhol ish beruvchiga yoki tegishli organga yozma murojaat qiling. Og'zaki hal qilib beramiz degan gap bilan to'xtamang. Ariza kiriting, ro'yxatdan o'tkazing, javob raqamini oling. Chunki keyin sizda men murojaat qilganman degan isbot bo'ladi. Agar ish stajingiz ko'rinmayotgan bo'lsa, arizani oddiy va aniq yozing. Masalan, men falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda falon lavozimda ishlaganman. Ushbu davr mehnat aks etmagan. Mazkur ish davrimni tasdiqlovchi hujjatlarni aniqlash. Elektron bazaga kiritish yoki menga rasmiy ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Arizaga qo'lingizdagi hujjatlar nusxasini ilova qiling. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga ham xuddi shunday aniq murojaat qiling. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmay ishlatayotgan bo'lsa, arizada men amalda falon sanadan buyon ishlayapman, lekin mehnat shartnomasi rasmiylashtirilmagan, ish haqim rasmiy ko'rsatilmagan deb yoziladi. Bunday holatda dalillar muhim. Ish jadvali, maosh olingani ko'rsatuvchi yozishmalar, guvohlar, topshiriqlar, ish joyidagi fotosuratlar, bank o'tkazmalari, xabarlar. Albatta har bir holat alohida bog'lanadi. Lekin hech bo'lmaganda siz huquqingizni himoya qilishni boshlagan bo'lasiz. Men bu yerda bir narsani qat'iy aytaman. Pensiyaga chiqishimga hali ko'p bor degan fikr eng xavfli fikr. Pensiya yoshiga yaqinlashgan odamda vaqt kam bo'ladi. Asab ko'p bo'ladi, hujjat topish qiyin bo'ladi. 30 yoshdagi odam esa bugun to'g'ri rasmiylashsa, kelajakdagi 30 yillik stajini saqlab qoladi. 45 yoshdagi odam hozir uyg'onsa, hali ham 15 yilni to'g'ri yuritadi. 75 yoshdagi odam ham kechikmagan, lekin har bir oy qimmat. Yana bir ogohlantirish, faqat ijtimoiy tarmoqlardagi qo'rqinchli sarlavhalarga ishonib qolmang. Hamma pensiyasiz qoladi. Endi hech kimga pensiya berilmaydi. Ko'qib o'tmovchi sonli qonun hammani chaqasiz qoldiradi degan gaplar ko'pincha vahima uyg'otish uchun aytiladi. Asl masala shuki, rasmiy staj va hujjat bo'lmasa, odam haqiqatan ham qiynaladi. Shuning uchun vahimaga tushish emas, tekshirish va tuzatish kerak. Bugungi mavzuning eng asosiy ma'nosi shunday: pensiya huquqi og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan himoya qilinadi. Rasmiy ish, elektron mehnat daftarchasi, to'langan badallar, arxiv ma'lumotnomalari, to'g'ri yozilgan shaxsiy ma'lumotlar, bularning hammasi kelajakdagi pensiyangizning poydevori. Kim norasmiy ishlasa, kim maoshni konvertda olsa, kim chet elda hujjatsiz ishlasa, kim o'zini o'zi band qilib rasmiy to'lov qilmasa, aynan shu odamlar eng ko'p xavf ostida. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq stajingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, xatolarni tuzating. Ish beruvchidan rasmiylashtirishni talab qiling. Agar bu videodan keyin hech bo'lmaganda bitta odam o'z hujjatini tekshirib, kelajakdagi pensiyasini saqlab qolsa, demak bu suhbatimiz foydali bo'ldi. Sizda qanday holat bor? Ish stajingiz to'liq ko'rinyaptimi? Eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlaringiz bormi? Yoki siz ham norasmiy ishlash muammosiga duch kelganmisiz?
fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, hamkasblaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bugun berilgan ogohlantirish ertaga katta muammoning oldini olishi mumkin.